Oyoqmi? Bu hozir dengizga chiqsa qorayib qoladi. Rossiyada yuraverib bu oyoqlar obto ko'rmaydi-da. Tak. Ketdingmi shu ekan? Hozirgi zamonda reyterlarni kutib, ularda vaqtini, o'zingiz vaqtingizni tejash maqsadida shunday yo'llar qilinganki, shundoq gostinitsani, otelda oldida stolga shunaqangi seyflar qo'yib qo'ygan. Sizga kod jo'natadi, mana shu kod bilan shu seyfni ochib turib, nomerni, kartasini olib kirib ketaverasiz. Qulaylik. Shunday qilib nomerga kirib kelaverasiz. Tak, konditsionerni yoqish kerak ekan. Katta emas, kechqurungacha ekanmi? Biz ona uzuncha eski qayerga chiqamiz a? Xullas do'stlar, biz fishing, ya'ni baliq oviga chiqishni topdik. Bir haftadan beri istab yurgan edik. Mana shu yerda, mana shu plyajda bor ekan. Mana akamiz Karim akamizdan topdik. Fishing. Ertaga ertalab soat 8 da ertaman chiqib ketadigan bo'ldik. Общий buni to'lovi 6000 bat ekan. 3000 bat bugun hozir to'laymiz, 3000 batni ertaga chiqib ketganini to'laymiz ekan. Qani bo'lmasam ertaman baliq oviga ketdik. Osular, o'lalar, biz uchun hamma yo'q bor ekan mana. Oruzlari bor ekan. Bunisi nima bu? Pineapple. Ananas kesilgan tayyor ananas bor ekan. Yo'q, pivo bor ekan, endi biz pivo ichmaymiz. Yo'q, tepaga chiqamiz. Lekin bilib olinglar. Ikkinchi etajdan kattaroq baliqlarni ushlash uchun qarang. Mana shunaqangi qarmoqlar bilan endi buni otib turib o'rtasida tortib yana olmay tortib olasiz. Yana tortib turib, yana tortib olasiz. Ular mana shu suvda tutadi. Kichkina bo'lsa ham Bu yerda 3 ta odamni keltiribdi. Hayotimda baliq tutmagan edim, birinchi marta baliq tutish. Yoshligimda ham juda xafa bo'lardim do'stlarim baliq tutsa. Xafa bo'lmang umid aka, siz baytingiz keldi. Meni davrim keldi. Do'stlaringiz bulovoshda tutishganda sizni aylantirib tutib yuribsiz. Yaxshi ot keyin chopadi deydi-yu. Ona mana. Ame, naya. นี่ปลาของคนนี้ใช่ไหมปล่อยนี่ปล่อยแล้วซุปปล่อยไปก่อนอย่าเหยียบ Birinchi marta baliq tutdim deb qo'shnilarni iplarni ham tortib chiqaman. Qo'shnilarimni ham tutyapman-da. Ha? Qochib ketdi shekilli. Men kamerani olguningcha.
Yo'q, borga o'xshayapti. Bor. Sharmanda qilmagin endi. Aytdimi, bor, o'na ko'rinyapti. Ko'rdingmi? O, dahshatidan. Uxti! Смотри, Алекс! Wow. Wow! Hello. Да, красивый. Chiroyli baliqchi yana. Hoppa. Torting. Ochyapti. ไอ้นี่ไม่ได้ Komandir, где ты? เกี่ยวพ่อมึงนี่เกี่ยวพ่อมึงนี่ This one's got the teeth. O, держи. Qanaqa baliq bu qop-qora ya, o'ncha qo'shadi. Ю, Баша, у меня маленький. Да. Так, Qalay ощущение? вообще. Voy, ichli narsa chiqib qolgan. Yo'q, ushlash. Qo'shtirib Ana. Mana baliqchilik, ana baliqchilik. Dahshat. Endi hozir yana tutishga harakat qilamiz. Hop, suv sepyapti, nimaga sepyapti bilasan? Baliq tushgandan keyin oyoqni tagi sirg'anchiq bo'lib qolar ekanda. Yikilib tushmasin deb suv sepib, ana baliqning shilimshiqlarini tozalab qo'yapti. Hamma narsa xalq uchun deydi-yu. Bular ham xalq uchun xizmat qiladiganlar. Bunday qilib o'raysiz, solasiz. Ikkitasini yeb ketibdi, bittasi ushlab qolib o'zi o'ynaganda shu qo'lingda ozginalik vibratsiya bo'ladi-yu. Ana shuni sezib qolganda o'sha sira tortish kerak ekanda. Va ikkovsida ham katta mana go'shtlarimiz bor edi. Okay? Нормально? Okey. Orolni bo'yiga olib keldi, suv rosa tiniq. Komanda bilan cho'milyapmiz. Bu baliqlarni qarab, bu pastdagi suvning ichidagi baliqlar. Молодец. Mana bola hozir kiyimani tagiga kirib, kiyimani taylanib tozalaydi ekan. Ya'ni texnический работа. Пересмотр. Kiyimani tagiga qatib qolgan narsalarni tozalab chiqar ekan. Demak, suv tagiga tutsam hech olmaydimi? Suv kiradi, jan. Mana nafas olasan desam, o'rganib qolganman deydi. Bola o'rganib qolgan ekan, uzoq nafas olmasdan turar ekan. Biz bo'lsa mana Ilyos bey bilan 2 soat suv tagida yura olmaymiz. Tak, qaranglar, birinchi baliqni yaponiyalik do'stimiz tutdi, qizil baliqni. Bularda ko'rmadim tutganini. Seryoga eng oxiri baliqni bitta zo'rg'a tutdi. O'zimiz tutgan baliqlarni mana shu kemani o'zida sirasi pishirib berar ekan qo'g'irib. Torg'izlar, ananas, suv, more produkt o'zimizni oshga o'xshagan ko'rsatmaymi? O'zimizni oshga o'xshagan guruchlar bilan shu yerda o'zimiz mehmon qilar ekan. Ati nima edi? Karimmidi? Ati nima edi buni? Qosim. Ha? Qosim. Вот, Chef Power Qosim. Qosim. Da, Qosim. Muslim. I'm Muslim. Alhamdulillah. Shunday qilib baliq ovimiz yakuniga yetdi.
Hammamiz xursand. Yoshligimizda tutolmagan baliqlarni mana Tailandga kelib dengizda tutish nasib qildi. Sizlarga ham shunday joylarga kelish nasib qilsin. Albatta yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.